Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Lotin Amerikasida yig'in o'tkazgan Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 10 kun davomida Chili va Boliviya o'smirlariga qarshi 4 ta o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. 11 va 13 iyun kunlari Chiliga qarshi maydonga tushgan o'smirlarimiz birinchi o'yinda 1-0, ikkinchi o'yinda esa 2-1 hisobida g'alaba qozondi. 17 hamda 19 iyun kunlari o'smirlarimiz Boliviya o'smirlariga qarshi maydonga tushdi. Dastlabki uchrashuvda 2-0 hisobida mag'lub bo'lgan o'smirlarimiz ikkinchi uchrashuvda o'yinni so'nggi 89-daqiqasida Azizbek Abdumo'minov tomonidan kiritilgan gol evaziga o'smirlarimiz 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Shuningdek, uchrashuvning 61-daqiqasida Asilbek Aliyev hamda Fernando Menya bir-biriga ishlatgan qo'polligi uchun hakam tomonidan maydondan chetlatildi.